Hürmetli vatandaş, endi siz bilen birlikte fikir kılımız, yani muhakeme kılımız. Bugünkü silahı 2020 yıl 7. ayının 15. günü haftaki çarşamba. Bundaq bir haberge dikkat kılan vatandaş, Zhang Shuguang. Wang Yi, yani Cungo Tashqi İşler Ministerliğinin ministeri Wang Yi. Amerika Cungo ayrılıp ketişten korkup, Amerika-Tayvan diplomatik münasebet o'rnatishdan ansirab, Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat ishloqoti Mike Pompeo bilan har qaysi qatlamlar bo'yicha suhbatlashishni umid qildi. Söz arlig'ida tahdid soldi. Mingjing televiziyasi 1 soat ilgari mushaga chiqishdan 1 soat ilgari YouTube. Halqalıq paytlar 7. ayının 14. günü to'liq nusxasi bekitilib bo'ldi. Mike Pompeo davlat ishloqoti Mike Pompeo Janubiy dengizga egilik huquq talab qilishni qonunsizlik dedi. Mushu filmning ekranida surat yuzida ekranda Mike Pompeo Janubiy dengiz boylik manbalariga egilik huquq talab qilish qonunsizlik dedi. Amerika'nın Cungo'ga umumyüzlük urush e'lon qilish xitobnomasi mi? Yani Keyjan Shuayyan, Xitoycha Keyjan Shuayyan, tushunmayan Keyjan Shuayyan. Yuqori ko'rib turibsizlar vatandoshlar, biz buni qisman tahlil qildik. Bugun hozir yo'qsa Wang Gongyen nima dedi? Qamal qilish, dengiz yo'lini qamal qilish. Nepet ham nepet Cungo'nun en aciz yeri, acizlik Cungo Kompartiyası'nın acizliği mana muşu yerden. Bu acizlikle çıkın tutuş. Bulup İran bilen Cungo'nun münasebeti Amerika'ya gayri tuyuldu. Yani Amerika bu münasebetin halimi değil. Bugünkü Janubiy dengiz hazır torbitiga çıktı ki Amerika Qo'shma Shtatlarının 2 tane çarlığı parxodi Cungo'lukla yakı Dovi torbitining aytishicha Cungo'nun tavalligiga Janubiy dengiz taqim orollarga kirib keldi dedi. Lekin boshqa torbetlarda xabari yo'q. Tunugul Latin 13. günü e'lon qildi ki qonunsiz Janubiy Cungo dengizga egilik huquq talab qo'yish va dengiz osti boyliklariga egilik huquq talab qo'yish qonunsizlik. Shuningdek keyin hozir ishga harbiy parxod Cungo'liq Dovi torbitining gepicha hozir Cungo tavalligiga kirib keldi dedi. Buning ahamiyati nima? Bir e'lon qilish. Egilik huquq bu yerda mavjud emas. Qonunsizlik. Uning keyindan harbiy parxodlarning shu rayonlarga, hadatashlarga, orollarga kirishi bu albatta vaziyat uchun aytganda yoki vaziyatni tahlil qilish uchun aytganda, masalan, Cungo'ning bosog'isi yetib keldi deyish bo'ldi, hurmatli vatandosh. Men aytganda Wang Yi apandining tashqi ishlar ministri Wang Yi apandining Amerika qo'ygan talablarni qisman sizlarga so'zlagan edim. Bugun Amerika ovoziga yana yetib ketdi. Mana birinchi qisqa xabarlarning birinchi tor filmi nima dedi? Amerika ishadimi? Wang Yi apandi ministr ikki narsadan qo'rqyapti. Birinchisi, Cungo Amerika ayrilib ketamdi, bundan qo'rqyapti dedi. Ikkinchisi, Amerika Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatamdi deb ansirayapti deydi. Demak, undan keyin ministr Wang Yi har qaysi qatlamlar bo'yicha suhbatlashishga tayyor ekanligini bildirib, yana qayta nutq so'z iboralar bilan Amerikaga jilva ko'rsatgan gap, hurmatli vatandosh. Qiziq bir yeri buning ichida nima? Bugungi xabar nima deydi? Tayvan masalasi, Hong Kong masalasi, Xinjiang masalasi, anda Janubiy dengiz masalasi. Bu meseleler Cungo'nun canıcan menfaati. Amerika muşu meselelerde ağız açmasılar, yakın muşu meselelerde ifadesini bildirmesiler, biz Amerika bilen etrafta katlamlar büyük sözleşike tayyor. Bu efendi bu sizge canıcan meseleyken Amerika'nın devlet ahlak kuchaytganda hem canıcan meseleleri bu. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlar bu noktada devlet ahlakı
yoki kishilik huquq siyosati o'zining belgilagan kishilik huquq prinsiplari, xalqaro kishilik huquq prinsiplari bo'yicha muomala qilyotdi bu 4 rayonga. Shuning uchun bu 4 rayon o'xshashda Amerika Qo'shma Shtatlarining jonijon manfaati. Ham sizning jonijon manfaatingiz ekan. Demak, masalaning tuguni, ziddiyatlarning tuguni, elishlarning tuguni shundaqda shu 4 masala bo'yicha bo'lamdi. Wang Yi apandi to'liq ta'kidlab ketdingiz bu nuqtalarni. Tayvan masalasi, Hong Kong masalasi, Xinjiang masalasi, Janubiy Jungo dengizi masalasi. Şuna bir yerdə Amerikanın dövlət əxlaqı rol oynayıbdı. Dünyavi məsələ qatardı bununla köngül bölüb, sizin nemeniz rol oynayıbdı? Ki siz bu rayonları bastırıvatsınız. Cümleden hazır Hong Kong rayonida, onundan burun Xinjiang rayonida, müstəmliki Uyg'uristonda bastırıvatsınız. Bastırışlarınız qalipidin chiqib ketdi, chekdan chiqib ketdi. Mesela xalqaro jamiyat, normal jamiyat qabul qila oladigan chekdan olqib chiqib ketdi. Amerika Davlat Majlisi sizning qilganlaringizni insoniyatga qarshi dedi. Uningdagi irq yo'qotish, etnik tozalash dedi. Uningdagi planliq tug'ut bilan nopos aholini kamaytirish dedi. Demak, siz mushu zo'ravonlikni, mushu terrorizmni Müstəmliki Uyg'uristonda Uyg'urlarga qarta yo'lga qo'ygan ekansiz. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari kishilik huquq mavqesida turib, yoki davlatning ta'kidlash maydoni, davlat axloqining diqqat qilish maydoni turib, bu masalaga diqqat qilayotganda siz bilan ansirashga tushdim Amerika, yana qayta suhbatlashay Amerika, har qaysi qatlamlar bo'yicha so'zlashiman Amerika deysiz-ku minister Wang Yi. Bu yerdagi eng asosli suhbat temasi chetga qoqsiz. Masalan, Hong Kong, Janubiy dengiz, Xinjiang masalasi. Asaslı söhbət temisi chetga qoqsiz. Sizning samimiyatiniz, Amerika bilan suhbatlashadigan samimiyatiniz qayerda Wang Yi apandi? Hörmətli vatandaş, biz söhbətlər, leksiyalarimizdə söz ibarələr arlığını sizlərə şundaq bir sözünü aytqanıdıq, esingizdə bo'lsa kerak. 8-9 ayda Amerika Qo'shma Shtatlarining jungo siyosati zo'r o'zgarish bo'ladi degan edi vatandoshlar. Siz qarab baqing. 7-oyning 17-kuni, 6-oyning 17-kuni kechiringlar. Shu kundan boshlab hozirgacha o'g'in 17-da bir oy ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosatida qanday negizlik o'zgarish bo'ldi qarab baqing. 6-oyning 17-kuni Havoydan qaytib keldi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Mike Pompeo. Dal shu kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Uyg'ur kishilik huquq, Uyg'ur kishilik huquq va siyosat qonun loyihasi, to'g'ri. Siyosat qonun loyihasiga imzo qo'ydi. 17-kuni. Aralıqda 10-kuni Prezident Trump nima dedi? Men jungo bilan ikkinchi qatam suhbatlashishga endi o'rin qolmadi. Ikkinchi qatam suhbatlashadigan o'rin yo'q dedi. Sizlarga yetkazdik vatandoshlar. Bugun tunugillarda 13-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Mike Pompeo bayonot e'lon qilib, jungoning Janubiy dengizga qo'ygan egilik huquq talabidan lat dedi. Qonunsizlik dedi. 14-kuni keyinda ulapli kelib 14-kuni Prezident Trump nima ish qildi? Bir parcha ma'muriy buyruqqa, bir parcha qonun, ya'ni Shangang avtonomiyasi qonuniga imzo qo'ydi. Bugun jungo darhol ifoda bildirib, Shangang avtonomiyasi qonunni yo'lga qo'yishga bo'lmaydi deb o'ttirib sakrab chiqdi. Hozir keldi o xabar. Demak, buningda jungolik nimani jiddiy his qilyapti? Masalan, sen Hong Kongcha davlat bexatarligi qonunini yo'lga qo'yib, Shangangda Hong Kongni bostirishni kuchaytirding. Biz hozir vatandoshlarga so'zlagan leksiyada nima dedi? Mavzu qanday qo'yildi? Hong Kong endi Hong Kong bo'la olmay qoldi. Prezident Trump Hong Kongga berilgan imtiyozni bekor qildi. Salom. Salovat. Tugadi degan gap.
Biroq bu yerdagi bir gap hozir 14-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Tramp apandi Shangang avtonomiyasiga imzo qo'ydi. Bu yerda yani nima tasavvurlarni, siyosatga aloqador nima tasavvurlarni keltirib chiqirdi. Ben bunu hozircha bir nima diyemeyim, taqa paket aldınız kelmedi. Paket aldınız kelgan vaqt anda siz bilan biz tahlil qilamiz vatandaş. Şunun qarab baqing, mening demak shu o'g'lim bir ay ichida 3 cho'ng büyük siyaset, balki 4 cho'ng büyük siyaset, Jungoga qartilgan büyük siyaset o'tirib chiqdi. Hozir Jungoning diplomatlari tezden ishga boshladi. Jukun ishga boshladi. Biz yozuvchilar so'zlagan nima dedi o'tgan yillarda? Ey, dedi birisi, hazır teslim bol. Hazır teslim bolsan, üyri turup götürürsen kolunu. Üyri turup teslim buluşka muvaffak vakit sana yartıp verilgende üyri turup kolunu götürüp teslim bol. Eğer keçikip kalıdığın bolsan, o çağda Hanzuchi yoki Xitoycha teslim buluş, jükünüp olturup teslim buluşka mecbur bulursan deydi. Hazır Jungoning diplomatları taraf-tarafdan yel qo'yib etdi. Taraf-tarafdan boshab ketdi. So'tda paralli cho'lib qolgan odamdek putlarining o'zini miyaga chingdasab tura olmaydigan bo'lib qoldi. Lekin uning inkos sezayotgan kishilar nim debdi? Bu hiylagarning quyruq shponi tishidi. Hargiz ishonma Amerikada. Biz bu shundaq mush inkoschilarni qo'llaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari endi Jungoning bu talablariga, bu mumkinliklariga, bu iltimoslariga, bu yalvarışlarga yoki suhbatdan qaytadan boshlaylik deyishlariga Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining ishonmaydiganligini va bu yo'lda mangmaydiganligini tashabbus qilamiz. Prezident Trump hukumatini qo'llaymiz. Mushu munosabat bilan bugungi kunda Jungo Kompartiyasining holi shu darajaga kelgan ekan, biz boshda shundaq dedikki, Yevropada o'zgarish Prezident Reagan vaqt zaman damlari bilan oyoqlashdi. Biz ümid qilamizki, Prezident Trump efendi endi Asiyada komünizmni yo'qotish o'zingiz dedingiz. 2018-yili Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yillik yig'inida komünizmni yo'qotish to'g'risida chiroyli nutq so'zladingiz. Prezident Trump efendi endi Prezident Trump vaqt zaman damlarida biz Jungo Kompartiyasining halok bo'lishini, gumron bo'lishini ko'rishni xohlaymiz. Hurmatli Prezident Trump efendi.